Ko'p ota-onalar bugungi kunda bizga juda ham ko'p savollar bilan murojaat qilishadi. Adenoidni o'zi davolash kerakmi yoki operatsiya qilish kerakmi? Ko'p holatlarda birinchi marotaba yosh bolani ko'rganimizda albatta ularga tavsiya qilinadigan narsamiz davolash kerak bo'ladi. Sirazu operatsiya qilish hech qachon bo'lmaydi. Sababi aksariyat holatlarda viruslar, har xil allergenlar hisobiga ham adenoid to'qimi o'sib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi bir holatlar bo'ladiki, agarda adenoidni vaqtida olmaydigan bo'lsa, juda ham yomon asoratlarga kelishi mumkin. Birinchi eng yomon asoratimiz bu изменение челюстного скелета, ya'ni yuz jag' sistemasini o'zgarib ketishi va bu ertaga nimaga olib keladi? Stomatologga boradi, ortodontga boradi, breketlar qo'yiladi va nafaqat hozirgi muammo, balki yana qo'shimcha juda ham katta muammolar qo'shiladi va bu yillar davomida to'g'rilanadigan narsa. Bundan tashqari hammamiz biladigan gipoksiya miyani faoliyatiga, boshqa organlarga ta'sir qilishini bilamiz, lekin eng yomoni aynan ortodontitis осложнениялari hisoblanadi va shuning uchun agarda sizni bolangizda adenoid to'qimasi bo'ladigan bo'lsa, albatta bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga albatta yordam beramiz. Hurmatli doktor Zakir.